Ya'ni u odam ichkarida registratsiyadan hali ham o'tolmayapti. Sababi bu yoqqa kelgan bo'lsa yana qaytamiz Abu Dabidan. Shunaqa taraflardan bosh og'riqlar bo'lmasin deb turib Dubayda o'ziga kelinglar deyman. Lekin $1000 ishlatib ham na ishga kirdingiz, na natija bo'ldi. Shu prosta kurort bo'lib qoladi. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsanglar gazini bosish kerak. Rus tilini biladigan bo'lsa 2 martalab bosish kerak gazini. Chunki unaqa odamlarga talab bor. Ilk o'shanda bir yog'li pullarga kirasizlar. Ya'ni 5-10 ming dollargacha topsanglar bo'ladi daromad. Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana bugun sizlarga bitta video qilmoqchiman. Ayni paytda hozir Abu Dabida aeroportda o'tiribman. Bilasizlar, O'zbekistondan kelib, misol uchun shu musofirlikka chiqib pul topaman degan hamyurtlarimizga, ya'ni uy-joy topib berish, mana aeroportdan kutib olish xizmatlarini yo'lga qo'yganman. Shu xizmatlarimizdan birida men doim tushuntiraman, ya'ni ko'pchilik bilib, bilmasdan xato qiladi. Hozirgi kunda ko'plab insonlarga aytaman, ya'ni Dubay orqali kelgan afzal deyishimni mana hozir bitta sabablardan bittasiga duch kelganmiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, 1,5 soatdan beri odamni kutib o'tiribmiz. Ya'ni u odam ichkarida registratsiyadan hali ham o'tolmayapti. Sababi yo'q. Sababini ham bilolmayapmiz. Ya'ni bu videoda men sizlarga aytmoqchiman. Servisda nima afzalligi bor? Mana ko'pchilik bilib-bilmasdan kutadi, rasvod qiladi. Hozir qaytarib olish ehtimoli ham bor yoki bo'lmasa chiqarmash ehtimoli bor. Shunaqa xavflardan nima deydi, o'zini saqlaydi. O'shuning uchun servisdan foydalan $100 evaziga atiga, misol uchun to'g'ri bu O'zbekistonda vesi bor bu pulda, nimasi bor, lekin manaqa bosh og'riqlari bor. Uni kut. Hozir 200 kilometr misol uchun bu yoqqa kelgan bo'lsa yana qaytamiz Abu Dabidan. Shunaqa taraflardan bosh og'riqlar bo'lmasin deb turib Dubayda o'ziga kelinglar deyman. Umuman o'zinglar servisdan kelasizlarmi, servisdan kelmaysizlarmi? Agar shu Dubayga kelish fikringiz chiqqan bo'lsa, shu Dubayda o'ziga olinglar. Ya'ni boshqa emiratga olmanglar. Shardaga ham olmanglar, qolgani hech qaysi birga. Ya'ni aynan Dubayda o'ziga olganinglar 1000 marta afzal. Shu hozirgi yangiliklar Dubaydagi holatlardan bittasi bu. Undan tashqari bilasizlar, ko'pchilik so'raydi, biz borib bu yerda tilni bilmasdan ishlab ketamiz. Bo'ladi degan odamlar juda ham ko'payib ketgan. Eplab ketaman, Rossiyaga ham borib o'rganganman yoki Turkiyaga ham borib o'rganganman deydi-yu. O'sha 100% to'g'ri natija emas, ya'ni to'g'ri yo'l emas bu narsa. Chunki turk tilini o'rganishingiz sababi bizda o'zbek tilimiz turk tiliga yaqinroq. O'rganib ketasiz, mayli. Rus tiligacha deydigan bo'lsangiz, rus tiliga, chunki siz bilasiz, oldin SSR davrida biz ota-onalarimiz ham atrof muhit ham ruscha gaplashgani uchun ko'p so'zlarni o'zimiz bilar bilmas yodlab olganmizda. O'shaning uchun shu ikkita zonada yaxshiroq, tezroq o'rganib ketiladi. Lekin Dubayga kelib ingliz tilini hali bunday o'rganib ketaman deydigan sharoit emas. Chunki keldingiz, rasxod bor, $1000 rasxod bor oyiga. $300 kvartirangizga berasiz, yeb-ichishingizga ketadi. Bu yoqqa bilet olasiz, 1 oy davomida u yoq bu yoqqa borasiz. Indamasa $1000 da boshini yeysiz. Lekin mana boshqa davlatlarga borsangiz $1000 ga uje ishiga ham kirib ketasiz, yo'l pulini ham topib ketasiz. Lekin $1000 ishlatib ham na ishga kirdingiz, na natija bo'ldi. Shu prosta kurort bo'lib qoladi. Keldim, qiylandim, qaytib ketdim. Kurortdan bir azoblanish kurorti bo'ladi, shu xolos. Har taraflama stress, bosh og'riq, o'sha narsalardan qochasizlar. O'ylaymanki, kelishdan oldin to'g'ri qaror qilasizlar. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsanglar, gazini bosish kerak. Rus tilini biladigan bo'lsa 2 martalab bosish kerak gazini. Chunki unaqa odamlarga talab bor. Keyin bu yerda yoshli limiti ham bor. Shuni aytib o'tay. Nimaga unaqa deydigan bo'lsanglar, aksar holatlarda tajribasiz insonlarda shu 18 yoshdan 33 yoshgacha oladi maksimum. Undan u yog'icha nima bo'lmaydimi deydigan bo'lsangiz, nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. 33 yoshda bu yog'i siz bironta narsani mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Doktor yoki bo'lmasam alinaqa bir professor yoki bo'lmasam qanaqadir o'zida kuchli hunaringiz bo'lishingiz kerak. Oshpaz, katta executive sheflar bo'lishingiz kerak. O'shanda bir yog'li pullarga kirasizlar. Ya'ni 5-10 ming dollargacha topsanglar bo'ladi daromad qilib. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va kommentariyada o'z izohingizni yozing. Agar Dubayga kelmoqchi bo'lsangiz, shu Telegramga yozsangiz, biz servis qilib sizga yordam beramiz. Kelasi videoda uchrashguncha mayli.